Kichik va o'rta biznes egalari server tanlashda nimani inobatga olishlari kerak? Ko'pchilik biznes egalari server tanlashda jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Asosan ikki turdagi xatoliklarga ko'p uchraydi. O'rtacha quvvatdan kuchliroq bo'lgan serverni tanlab, keraksiz xarajatlarni ko'paytirish yoki resurslari yetarli bo'lmagan serverni tanlab, tizimning sekin ishlashiga sababchi bo'lish. Server bu onlayn biznesingizning yuragi. Shu sababli server tanlashda faqat texnik ko'rsatkichlarga emas, balki real ehtiyojlaringizga ahamiyat berishingiz muhim. Agar sizning loyihangizda 10 tadan 50 tagacha foydalanuvchi bo'lsa, bu kichik biznes hisoblanadi. Ushbu holatda sizga 2 yoki 4 yadroli CPU, 8 yoki 16 GB RAM, 256 GB dan 1 terabaytgacha bo'lgan SSD yetarli bo'ladi. Bu quvvat sizga CRM tizimlari, korporativ email xizmatlari, kompaniya veb-sayti yoki kichik ilovalarni ishga tushirishga yetarli bo'ladi. Agar sizning loyihangizda 50 tadan ortiq foydalanuvchi bo'lsa, sizga 8 yoki 16 yadroli CPU, 32 yoki 128 GB RAM va 1 terabaytdan ortiq SSD kerak bo'ladi. Server tanlashda texnik parametrlar muhim, lekin quyidagi savollarga javob berish yanada muhimroq. Bir vaqtning o'zida tizimdan necha kishi foydalanadi? Serverda faqat fayllar saqlanadimi yoki ma'lumotlar bazasi ham bormi? Yaqin 6-12 oy ichida biznesingiz kengayishi mumkinmi? Rego Cloud sizning ehtiyojlaringizga mos, optimal konfiguratsiyalangan serverlarni taklif qiladi. Ham texnik, ham moliyaviy jihatdan mos variantlarni ko'rsatadi. Batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning.